Voy, yana uxlab qolman-ku. Ertalab turib trenirovka qilmoqchi edim 7:00da. Soat nechi bo'ldi? Nima? 1? 1da ham turadimi? Qishloqda nima gaplar? Qishloqda tinch. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Lord Shahmankirov. Mening yangi videomga xush kelibsizlar. Videoni ko'rishdan oldin obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga bitta o'lik qoldirib ketishni unutmanglar bolalar. Qanalimizni bizga kettu sarguzashtlar orttirishga. Mana bratim yeb turibdilar. Hop, bizga daraxt kerak. Daraxt topib olamiz o'zimizga. Kerka yasaymiz. Yo'q, kerka emas. Bolta yasab olsak, keyin lapatga yasab olsak. Uyim teparoq joylashganda shuni past qishloqqa tushish uchun zina qilib qo'yaman. 5 tacha tosh olsam yetar. Men bitta ikkita archa ham tushibdi, uni ham ekib yuboraman. O'zimga yaqinroq joyga, keyin o'ssa uyimdan kelib olib ketiraman bilan chopib. O'zimizga verstak solishimiz kerak. Uyimizda faqat pechka bor, keyin sunduq bor. Verstakni karavotni tagiga qo'yib qo'ysam, zo'r joylashuv bo'ladi. Ketto bizga 5 ta yetadi. Mana daraxtlarni olib ekib yuboramiz любой joyga. Bular qachondir o'sib chiqsa bizga qulay bo'ladi mashinadan kelib olib ketish. Nariga archa ham qolmadi, o'sha ozgina. Naryoqda go'lim yuribdi. Uyim qayerda edi? Ha, narigisi, tepada edi. Adashtirib qo'ydim uyimni. Sal qolsa boshqa uyga kirib ketdim. Hamma uy bir-biriga o'xshashdi. Bolalarni brat mamni chaqiryaptilar. Hozir brat boraman. Shundan narsalarni qo'yib chiqay. Hop, hozir verstakka solaman-da o'zimga. Verstakka man uni joylashtirib, keyin ana bratni yo'llariga chiqaman. Shu yerda turibdilar-yu. Shaq ketib qolmasalar kerak, to'g'rimi? Verstakka yashaymiz va bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Qayerga qo'ysam bo'ladi? Ha, oyog'im tagiga, oyog'im mana shu qo'yib qo'ysam, karavot tagiga. Bunda o'zimizga nima yasasa bo'ladi? Kirka yasab olaymi? Kirka yasab olaman o'zimga. Hozir tayoqcha qani tayoq. Hammamni olib qo'ysak ishimizga qo'yib qo'yamiz. Avtomatik ochilib yopiladimi, bosib o'tirim kelmayapti. Mashinani olsak, bizga bolta olib hozircha. Keyin kirkada. Hozir kirka kerak emas bizga, to'g'rimi? Ha, bo'ldi, mana shu turaveradi. Endi biz sunduqqa narsalarni joylab qo'yamiz. Ana brat yo'llariga ham chiqish kerak hali. Brat 2 soat nimalarni yasamasalar bo'ldi, vaqtimni olib. Qancha bizga ketdi. Brat yo'llariga ham tushib olishimiz kerak. Mana shu tushib qiyin bo'ldi, shuni zina qilib qo'yishim kerak. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Chaqiruvdingiz, mana keldim. Ha, ukam, bugun kechqurun uxlab yotgandim. Qanaqadir uying tarafdan qo'rqinchli ovozlar eshitildi. Shunga o'zingga murojaat qilgandim. Shuni bilmaysanmi qayerdan kelganini? Menimcha maxluq ovoziga o'xshadi. Aka, jinnimisiz? Maxluqlar hayotda yo'q narsa, nimalarni gapiryapsiz? Aka, yo'q hayotda maxluqlar. Ertaliga shoshadi. Qayerdagi bir g'alati bu qishloqdagi odamlar bor. Uyim qayerda edi? Uyimni ham adashtirib qo'ydim bu brat gaplariga borib. Qanaqa maxluq? Jinmi bular? Hey, eshitdingmi? Kechqurun sanam qo'rqinchli ovozlar eshitildi. Qanaqadir maxluq baqirganimi? Assalomu alaykum aka, uzr, gapinglarni bo'ldim. Nimaga hammanglar maxluq deb qoldinglar? Menga eshitilmadi-yu. Maxluqlarga ishonmanglar, yo'q narsa bu hayotda. Просто quloqlaringizga chalingan. Bunaqa narsalarga ishonmanglar, ertak hammasi. Ana bratam aytayotdilar maxluq ovozini eshitdim deb. Aka, bo'lmagan gap, ishonmanglar unaqa narsalarga. Nima menga eshitilmadi? U yo'q narsa-da, u bratlar просто quloqiga chalinib qolganmi qayerdandir. Mayli, bu bratlarning gapiga quloq solmaymiz, o'zimiz ishimizni davom ettiramiz bolalar. Bu bratlar gapiraveradi boru. O'zi bir ikkita shunaqalari bor, quloqiga nimadir chalinib qoladimi, gapiraveradi qo'rqib. Kechqurun bilan. Hop, men nima qilyotgandim boya? Ana bratam bo'lmagan narsalarga chaqirib vaqtimni oldilar boru. Kecham tushida qopdi-yu. Ishimni davom ettirishim kerak. Men hozir lapatga olib turib, mana qishloqqa tushishga yaxshiroq tushishga joy qilib qo'yaman hozir. Kovlab, yaxshilab, tekislab. Tushish qiyin bo'ladi-da, tepadan tushib oyog'imdan tram olishim mumkin. Temirdan lapatga solaman, temirdan. Nonni yevoramiz qorong'i qoluvdi. Bosh kiyimni kiyib olamiz. Har holda ishlayotganimizda boshimizga nimadir tushib ketib qolsa, hech narsa qilmaydi. Temirroq, to'g'rimi? Bizga palka kerak. Palkam bor shekilli. Oyoq kiymasi olamiz. Palka bitta temir yetadi anaqa lapatkiga. Hozir ikkita palka olsa anaqadan yashigimizdan
O kakraski tegan. Ha, bo'ldi. Yetardi adashmasam. Da, yetarkan. Boramiz endi ishimizni yaxshilab to'g'rilaymiz. Kechqurun tushmasdan ishlab olishim kerak. Shomda ishlash kerak emas. Shu yoqdan qilib zo'r qilib yo'l ochib qo'ysam, u narigi qishloqdagi odamlar ham bu yoqqa o'tib yuraveradi bemalol. Narigi qishloq emas, bitta qishloq ekan. U prosta mani uyim bilan yonimga qo'shnim uyi sal teparoqda joylashib qolganda. Bu yoq taraflarga ham o'tishadi odamlar kerak babi. Nari yoqdan daraxtlar chopib olib kelishadi o'zligiga kerak narsalar. Shunga odamlarga ham yaxshilik bo'lsin deb yo'lni to'g'rilab qo'yapman. Bolalar, videoni shu joyda to'xtatib turib kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga bitta o'lovchi qoldirib ketishni unutmanglar bolalar. Bu menga motivatsiya bo'ladi va videolarni aktiviga yaxshi ta'sir qiladi bolalar. Davay, sizlar nima ketdi? Obuna bo'lib tashlaysizlar-chi. Hop, men bu yo'ldagi anaqalarni tekislab qo'ydim mana. Zo'r bo'ldi. Cho'tki qilib qo'ydim. Endi odamlar bemalol bu yoq tarafga o'tib, pastga ham tushib yuraverishadi. Endi men ketdim, kech bo'ldi. Uxlavorsam ham bo'laveradi. Odam charchadi deb vaqtliroq uxlamasam uyquga to'ymayman. Obedda ham kech turdim, borib vaqtli turishni yo'lga qo'yishim kerak. Qani o'zim biz uxlashga yotamiz. Ishing tegdiganini olib qo'ymasam boru, buni bossam eshik ochilib ketyapti, shuning uchun hozircha buni sundukka solib turamiz. Bu yoqqa qo'yib qo'ysam ham bo'laveradi. Bo'ldi, bossa ochilmaydi. Endi men uyquga ketdim bolalar. Hammaga xayrli tun. Uy bolalar, u nimani ovozi? Menga ham eshitilyapti bolalar. Qishloqdagi odamlar aytgani nima u? Ana birat hali ham turibdilar, menimcha yana eshitib qoldilar ovozini. Naryoqda baratlar ham yuribdi boru, nimani ovozi u? Menga eshitildimi? Rostdan bormi o'sha? Qayerdan eshitilyapti uning ovozi? Yomon balo eshitildi, lekin uyg'onib ketdim bolalar. Nimani ovozi u? O'zimga kelka yasamasam bo'lmaydi hozir. Tushib ko'raman uyim tagiga. Ana birat aytayotdilar-yu uying tagidan eshitildi deb. Lekin unaqa yo'q narsa-da, men ishonmayman. Lekin hozir ovoz eshitilganiga qo'rqib ketdim bolalar. Men ishdan tushib ko'ramiz, hech narsa yo'qmikan? Bu yoqdan tushmayman, bu yoqdan bo'lmaydi. Uyim tagidan tushib ko'raman, naryo joydan bor-ku. Bolalar, nimani ovozi ey? Rostdan maxluq bo'lsa, bu qishloqda. Lekin joyda ketaveraman bu qishloqda agar maxluq bo'lsa. Shu mashinadan kirib ko'raylik-chi bolalar. Chunki yotgan joyimni tagidan eshitildi. Yomon qo'rqitib yubordi odamni. Ishqilib eshitilgan bo'lsin deb prosta tak boru. Skeletga nima bor ekan endi bu yoqda? Odam qo'rqitib ham kelib olgan. Yo'qol bu yoqdan. O'ldirib yuborish kerak buni. Ehtiyot bo'lish kerak, lekin boru hozir o'lib qolishi mumkin-da u maxluqqa. Agar rostdan bo'lsa, balki prosta eshitilgandir, yana bilmadim. O'zimga eshitilgan bo'lsa ham mayli ekan, qishloqdagi odamlar ham aytayotdi-da. Hech narsa yo'q-ku. Tagimizda suv bor. Suv bor ekan. Bu yerda faqat hozircha hech narsa yo'q. Menimcha qulog'imga eshitildi-yu bolalar. Nurni baland qilib qo'ymasam yaxshi ko'rinmayapti video. Menga, lekin videoda o'zgarmaydi bolalar. Menimcha prosta eshitildi-yu, ketdi-yu. Unaqa narsalarga ishonch yo'q. Prosta eshitilganda qulog'imizga. Ketdi, men uxlay qolay, unaqa narsalarga ishonmay. Prosta tak eshitilgandir. Qayerdan keldi lekin ovoz bor, tushunmayapman men. Mayli endi. Uxlayman, yomon uyqu kelyapti. Bolalar, nimani ovozi bu yana? Yana boyagi ovozmi? Nimalar bo'lyapti bu qishloqda? Qanaqa ovozlar eshitilyapti menga bolalar? Mana shu tarafdan eshitildi.
eshitilyapti unaqa ovoz, ey? Odamni unaqa qo'rqitmasanglar-chi. Nimani ovozi edi bu? Voy! Nima bo'ldi hozir? Ana o'sha maxluq borlar. Men endi ishondim dunyoda maxluqlar borligiga. Nima edi bu? Qanaqadir skeletni kattaroq o'xshagan maxluqmi borlar? Qani pastroqqa tushib ko'raylik. Qanaqa maxluq bu borlar? Uyimni tagida nima qilyapti bu? Qanaqa kirib qoldi bu yoqqa mavjudot? Fonarni qo'yib ko'raylikchi borlar. Fonar bilan tushmasak bo'ladi, yomon qo'rqityapti odamni. Voy! Qanaqa maxluq bu? Borlar uyim tagida nima qilyapti bu? Odamni unaqa qo'rqitmanglar, tushib ko'ryapmanmi? Menimcha tush bo'lsa kerak bu. Yo'q, lekin borlar tush emas bu, afsuski. Ketdi borlar, hozir bu menga hamla qilib qolmasin. Endi nima qilaman? Ustunimda nima bor bu yoqni yopib qo'yishga? Hozir bu yoqni ta'mirlab yopib qo'ymasam yana o'laman. Voy, tushib ketdim. Yo'q, qanaqa maxluq bu borlar? Qo'llarni qaranglar qo'rqinchliligini. Hozir bu yoqni ta'mirlab qo'ymasam bo'lmaydi. Qishloqdagi odamlar nima qilyapti ekan? Ular menimcha hali bilmagan rostdan maxluq borligini. Hozir tez bu yoqni ta'mirlab tashlamasam, yaxshilab ovoz eshitmagan qilib kechqurunlar bu meni uxlatmaydi mavjudot. Nima qilaman endi?